chiroyli, qimmat restoranga olib borib rasmga tushirib bersangiz bo'ldi. Yeyish kerak emas, yeyish shart emas. Yeyish ikkinchi darajali. Har xil soha xodimlari chiqdi bugun. Alloh taolo ularning umrlariga baraka bersin. Gul olib berish kerak. Unaqa qilish kerak. Holidan xabar olish kerak. Sizga gul olib kelmadimi, erkak sizni sevmaydi. Siz pul so'raganingizda aytgan pulingizni nima uchun deb tergasa, demak siz uni e'tiboridan qolgansiz degan gaplar chiqyapti bugun. Buni ayollar eshityapti. Birodar, erkakda bo'lsa sizga beradi-da. Bo'lmasa, o'zi yonida kam bo'lsa, qancha kerak deydi-da, nima qilsin? O'zi ro'zg'orni zo'rg'a eplayotgan bo'lsa, gulni qayerdan olsin? Birodar. Bugun gul ham qimmat bo'lsa, o'zi zo'rg'a farzandiga oyoq kiyim yetishmay turgan bo'lsa, ayoliga gul keltira olmaydi-da, bir erkakni ham tushunsin-da ular. Mana shu holatlarni tushunib, bugun ayollarimizni miyasiga qurib tashlayapti ular. Bugun ayollar, bizni qizlarimiz, sizni qizlaringiz oilani oila qilish, ro'zg'orni ro'zg'or qilish, bir narsalardan kechib farzand tarbiyasida bardavom bo'lish o'rniga o'yin kulgu ham odamlar uchun. Ularga borib chiroyli, qimmat restoranga olib borib rasmga tushirib bersangiz bo'ldi. Yeyish kerak emas, yeyish shart emas. Yeyish ikkinchi darajali. Qotgan non ham yeyveradi. Rasmga tushib bersa bo'ldi. Nimaga desa, ana u internetda uni joylaydi-da. Bugun maqsad shunday. Holat shunday.